Hammaga salom, Mobile.uz kanaliga xush kelibsiz. Biz bugungi videoda 2025-yilda sotib olishga arziydigan 5 ta smartfonni ko'rib chiqamiz. Siz ularni sotib olsangiz, pulingizga aniq achinmaysiz. Qani unda boshlaymiz. Birinchi telefon Samsung Galaxy A26 5G 6.7 dyumli Super AMOLED 120 Hz FHD+ aniqlik. Exynos 1380 protsessori. Kamerasi 50 megapiksel, selfie kamera 13 megapiksel. Batareyasi esa 5000 mAh teng, 25 Watt tez zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi. PUBG Mobile'da 60 FPS ni ochib bera oladi. O'zbekistondagi narxi 3 million so'mdan ziyodroq. Ikkinchi telefon Redmi Note 13 5G 667 dyumli AMOLED 120 Hz FHD+ aniqlik. MediaTek Dimensity 6080 protsessori. Asosiy kamera 108 megapiksel. Selfie kamerasi 16 megapiksel. Batareya 5000 mAh teng. 33 Watt tez zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi. PUBG Mobile'da 60 FPS ni barqaror ushlab turadi. Narxlar sotuvchiga qarab farq qiladi, lekin 2,5 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Uchinchi telefon Infinix Zero 30 4G versiyasi 678 dyumli 3 ta qayrilgan AMOLED 120 Hz FHD+ aniqlik. Protsessor MediaTek Helio G99 Ultra 6 nanometrlik. Asosiy kamera 108 megapiksel. Batareya 5000 mAh. 45 Watt tez zaryadlash. PUBG Mobile'da 60 FPS ni qo'llab-quvvatlaydi. O'zbekistondagi narxi 3,5 million so'mgacha. To'rtinchi telefon Poco X6 5G. Ekran 667 dyumli AMOLED 120 Hz ekran yangilanishi. Yuqori 1,5K aniqlik. Protsessor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 4 nanometrlik. Asosiy kamera 64 megapiksel. Selfie kamera 16 megapiksel. 5100 mAh batareya. 65 Watt tez zaryadlash. PUBG Mobile'da 90 FPS ni ochishi mumkin. O'zbekistondagi narxi 4 million 100 ming so'm atrofida. 5-telefon Realme 11 6.4 dyumli Super AMOLED 90 Hz ekran. FHD+ aniqlik. MediaTek Helio G99 protsessor. Asosiy kamera 108 megapiksel. Selfie kamera 16 megapiksel. 5000 mAh batareya. 65 Watt tez zaryadlash. PUBG Mobile'da 60 FPS ni barqaror ushlab turadi. O'zbekistondagi narxi 2,5 million so'm atrofida. Mana do'stlar, biz bu ro'yxatdagi 5 talikni tugatdik. Sizga ushbu ro'yxatdan qaysi smartfon yoqdi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ko'rishguncha.